Hammaga salom, xormeli tuzumchilar, charchamayapsizlarmi? Biz Sergeli obyektimizga kelganmiz. Bu yerda yangilanish manbaqa eski lampa yorishni sekin alishtirib, yo'lda Cobra projektorlarimizni qo'yib chiqamiz. Lekin bo'ldi ishlashyapti. Xudo xolasa bitishiga yaqin bitta yana yoqib video qilib ko'rsatamiz. Bu taraf katta sklat. Xudo xolasa ish jarayoni avjida, bitgandan keyin bitta video qilib qo'yamiz yana. Xorbeli mana ishimiz bitdi. 4 ta donani o'zi qanaqa charog'on qo'ryapti. O'zi bu yerda eskisida 6 ta edi. Ichkariga kiramiz. O'zi shiti nari ichkaridan yoqilardi. Bu yerga bitta dini kabel tortib turib, bu yerga bitta shit qo'yib yubordi. Kichkina qilib. Addini egalarini o'zi shunaqa palajeri bo'lishini xohlashdi. Normalniy effekt berib qo'yapti, qaranglar. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz.